Assalomu alaykum akalar. Proyektni boshladik. Chevrolet Spark'ga turbina o'rnatish. Qanaqa turbina qo'yiladi, nima qo'yiladi, sizlarga hammasini batafsil aytamiz. Mana bu turbina ko'rib turganingizdek Malibu 1.5 niki. Bunga qo'yiladigan narsalar intercooler, blow, uzbros datchik, keyin datchik boost, ikkita piping, mana bu переходник nimaga, uzbros vozdухga, mana bu pitak tokurga yasattirdik. Qolgan hamma zapchasti bor. Trubka suvni kanaliga nima qilinadigan turbinaga ulanadi. Bu suvni kanali ulanadi. Hamma zapchast bor. Hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. Qiziq bo'lsa, kuzatishni davom etinglar. Hammasini уже boshladik proyektni. Dakansa ko'ringlar. Ikkita chas bo'ladi. Turbinadan oldin hozir 0 dan 100 gacha o'lchaymiz, keyin turbina qo'ygandan keyin o'lchaymiz. Birinchi qilinadigan ishimiz hozir kollektorni yechamiz. Turbinani kollektorni o'ziga varid qilib, mana bu pitakni varid qilamizda o'rnatamiz. Ketdik. Vazushni yechamiz. Keyin kollektorni yechamiz. Aytgancha o'zini gazi Xitoy turgan edi. Farsunka reduktor original qo'ydik. Pat turbina o'ziniki bo'lmas ekan. Fikringlarni bilmoqchiman-da. Shu turbinani ustiga qo'ysak yaxshimi yo tagigami? Tagiga qo'ysa lekin joy yetmaydi-da, hamon. Shuni ustiga ana shunday pitakni varid qilish kerak. Turba bilan shunday qilsak chiroyli. Hozir buni pardam arzida turgan edi, kesib, katalizatorni kesib, ustidan teshdik. Buni ustiga varid qilamizda, keyin pitachorni varid qilamiz. Hozir primerka qilamiz. Keyin solamiz. Hozir buni perepodga qilamiz. Dakansa varid qilamiz. Böyle periferatka qildik, joyiga joylashtirdik turbinani. Hali dakansa varid qilganimiz yo'q. Burada şimdi açıp varid chiqamiz. Turbina joyiga turdi. Nasıl bo'lsa
Endi bu yog'i faqat ochib varid qilish qoldi. Razmeri уже shu holatda turadi. Mana o'zi yechib oldik. Interaktiv qildik. Ikki yerdan уже razmer olingan, shunday holatda bo'ladi. O'zimiz orqa teshikni yamaymiz. Polni zakrit qilamiz. Buni polni varid qilib, joyiga qo'yib, turbinani qisib, keyin уже podacha masala, sliv masala pardonni ochib yana teshikka ish ko'padi. Mana bo'ldi. Polni soyaqa qildik. Kollektoriga qaranglar, baho beringlar. Bitta o'z mana buni zagrushka qilamiz. Kesamizda zagrushka qilamiz. Tayyor. Endi turbina o'tiradi. Chotki. Zagrushka qildik. Hozir shunday o'tiriladi. Turbina qo'yiladi. Tayyor. Qanday chiqdi? Akalar, biz kollektorni qo'yishdan oldin masalani datchikni yechib, perikadni qo'yamiz, osmonga o'tkazadi, keyin qiynalamiz. Mana masalani datchikni yechib olamiz buni hozir. Обязательно shayba qo'yish kerak. Bronza shayba bu yog'idan, keyin yana bitta bu yog'idan. Mana endi siladi bu vaqtda. Joyga qiyin bo'ladi. Bu slivni o'y. Hozir buni qisdik. Keyin joyiga turbinani qisgandan keyin qisish muammo bo'ladi. Bu hozir Malibu'ning o'ziniki slivnoyi. Buni hozir mana bu yerdan kesamiz. Buni paddonni teshib, buni paddonga qisib, maslostoyki shlang bilan ulaymiz-da. Bu yerda katta davleniya yo'q. Böyle уже hammasi tayyor bo'ldi. Faqat уже наконец-то полностью qisamiz, ochilmaydigan qilib qisamiz. Siz bo'lgandan keyin уже podacha hammasini ulaymiz. Qisildi turbina, endi mana bu podacha masalani ulaymiz. Mana bu perihodni yasaganmiz, to'g'ri. Обязательно mana bunaqa uplatilgan rezinkani qo'yish kerak. Qisamiz buni. Keyin podacha masala, mana ichkarini ko'rsatinglar. Ignadak bo'lishi kerak, teshik. Katta qilib yubormanglar. Ichini ko'rasizlarmi? Ignadak. Endi buni tagdan o'tkazamiz. Ana endi trubkani uladik. Podacha masalani endi водяной охлаждениeni nimasini ulaymiz, perihodnikini. Bu yoqqa va bu yoqqa. Anaqilar teshdik, ishga baho beringlar. Teshik cho'q qildik, mana paraqlatga qo'yiladi, qisiladi. Bu yerda turbinaning tagidan slivni shunday keladi, yo'q shunda tushadi. Biz bitta yuvamiz, joyiga qo'yamiz, tamom. Tayyor joyiga qo'yamiz. 「
O'zi interkullerini ulaymiz bu yog'ini. Mana bu yog'i bunday ulandı. Bu yog'i o'zi bunday trubka bilan bunday chiqarib, mana bunga saylanib qilishimiz kerak. Yasaymiz-da o'zimiz. O'zi mana bu yerni kesdik, чтобы ichkariroq kirsin. Bamperga mushat qildi. Mana bu yerni kesdik. Tagiga nima qildi? Tagroq qisamiz. Pipinglar hammasi tayyor bo'ldi. Endi faqat xomutlarni qisib chiqish qoldi. Xomutlarni hammasini qisamiz. Keyin bu flakonni ulaymiz. Keyin suv kanalini ulash kerak. Yo'lda tayyor qashdi. Xomutlarni qisib chiqdik. Mana bu o'sha mashhur dov chiqaradigan narsa, pishilloq. Unda shuni qo'yamiz. Ulaymiz. Rashetni bachordan bundan keladi. Bundan chiqib, ma'mulga abraqqa ulaymiz. Akalar, mana katalizatorni o'z tagini kesib, yo'lga qisib, keyin shunga pipingni ulaymiz. Akalar, mana qo'lni down pipe yasadik. Endi pipe sökmesler bize любитель bo'lib nafaqat qo'ydik. Keyinchalik fermentni o'rab chiroyli qilib qo'yamiz. Qancha qo'yaylik ham akalar gülüşür mağlu birlik kol trasta duran o'zi ma atmosferni paytida zavosloyni qo'yganda o'zi aniq promotor shunga qo'yamiz. Bu yo'lni polni promotor nima elektrda o'tgan. Trubka o'rnini qo'yamiz. Bu promotorni qo'yish kerak. Bundan biz bug'iladi. No, I'm not green weed, black block. Everybody want a piece, sturdy like a paraclete. Niggas run their mouth a lot, like bitches and parakeets. How you want me pimpin'? I'm so cold with it. Make other boys wanna do it just because I did it. I'm like a legend or some kind of prophecy. Sent here to set you free. Press play and follow me into another world deep inside your own soul. This shit here way bigger than tattoos and cornrows. This not about making dough. Hozir eski yog'ni solamiz, 1-2 kun yuramiz, keyin yog'ni almashtiramiz agar u teshkasi bo'lmasa agar. Brat u yoqda nima qilyapti? Programma o'rayapti. Bitta video o'rgan operator. Akalar o'zi bitta hammasi xudo xohlasa krasikalarni joyladilar, kompyuterga o'zi birinchi zavqni ko'ramiz, hech qayerga o'tkazishlik bo'lmasa, keyin gazni nastroyga qilamiz. Zavqni fucking with me lyrically. I was born with it, didn't nobody teach it to me. Over hot beef, tell you about what the streets did to me. Chose me to be a prophet and lead my people. Murder non-believers with lyrics that are lethal. I hit them heavy with it. Yo, I stay ready with it. Come try to test me with it. Regret you ever did it. Call who pimpin', I got my own back. Ana kadar. O'zi sizni ulayapman, bu uzaytiryapmiz diamdazon dachikni. Chunki u qaltaydi, pipingga tegyapti. Ma'munga tegyapti, qizib eriydi-da. Bu yoqda o'zi akamiz elektrik dachiklarni ulayapti, dachik. Nimani? Boostni.
Programmani ham urib berdilar, chotka qilib. Akalar, mana proyektni tugatdik. Hozir bitta mashin, hozir zamirni ham qildik, non-stop. 2 kishi bilan ham qildik, 1 kishi bilan ham qildik. 9 kundan ziyodiga chiqmayapti. Proper 16,5 yuryapti. Men bu rezultatdan qoniqmadim. Buni Xudo xohlasa 7 kunga chiqaramiz. Ikkinchi chas videoga. Обязательно ko'rishni davom etinglar. Keyin nimaga chiqmayapti? Hammasini sizlarga podrobno aytib o'taman. Birinchi очередda chiqmayotgan sababi diskaspleni buksat qilyapti, ushlamayapti. Уже bu diskaspleni bunaqa kuchda nima qilmaganda, rastat qilmaganda keramika diskaspleni qo'yamiz. Keyin pavukdan kollektor pavuk agar ko'rgan bo'lsangizlar, boshida videoni kollektorni o'zini qilganmiz, u уже tiqilyapti ichiga, pramoy turbinaga davleniya bermayapti. Shuning uchun 07 zaruf urmayapti, 05 dan o'tmayapti. Yana o'zingizlarning fikringizni kommentariyaga aytinglar. Nima uchun 5 dan ziyod chiqmayapti? Mana bu blof ham yaxshi ishlamayapti. Xitoy buni ham almashtiramiz, Xudo xohlasa. Keyin выхлопной sistema 51lik bilan qonun o'tgan, u ham bo'lmaydi. O'rtasida rezonator gentranikni qo'yganman. Hay orqa banka 63 ketgan. Hozir o'shani pipingni hay yasadim. Pipingdan keyin ichini turbani nima qilamiz? 63 qilamiz, Xudo xohlasa. Unga ham уже ancha ochiladi. Qonun hammasini qilib, ikkinchi chasga chiqaramiz. Xudo xohlasa ikkinchi chas yaqinda chiqadi, yangi yildan keyin nasib bo'lsa. Qonunsi qanday pavuk yasash, qanday gulishlik qilyapmiz, keramika qanaqa qo'ydik, necha pulga qildik, hammasini batafsil aytib o'tamiz. Qiziq bo'lsa, podpiskani bosinglar, kuzatishni davom etinglar. Обязательно like, podpiska esdan chiqmasin. Keyin so'ramoqchi bo'lganim, keyin qanaqa mashinani boshqa proyekt yana qilamiz. Agar podeshkada bo'lsanglar, qanaqa mashinani turbina qilib chiqaylik. Hozir sparkni qilib chiqdik. Xudo xohlasa selimiz 8 dan past bo'lishi kerak, no'so'zi, Proper 16 dan past bo'lishi kerak. Buni qilamiz. Tugatgandan keyin qanaqa mashinani shunaqa turbina qilib yasab chiqaylik. Sizlarga qanaqa mashin qiziq? Agar qanaqa mashin qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Agar nima bo'lsa, agar o'sha mashin qaysi mashin ko'p ovoz yig'sa, o'shani yig'ib chiqamiz turbina qilib. Akalar, Instagramda ham, YouTube'da ham, TikTokda ham bir xil nikta ochdik. Nima? Kanal ochdik, bir xil kanal, hammasining nomi bir xil, Avtodinamik degan. Podpiska, like bosinglar, poddershkada bo'ringlar. Обязательно fikringizni qoldiringlar. Qanaqa mashin qiziq sizlarga kommentariyaga qoldiringlar. Keyingi safar shu mashinani turbina qilib yig'amiz. Keyin sizlarga qolgan ikkinchi chasda aytaman. Qaysi nima bo'lyapti, nimaga 9 kundan pastga chiqmayapti, hammasini aytib o'tiladi ikkinchi chast. Ikkinchi chastni kutinglar, chiqadi yaqinda. Akalar, mana polni bitgan. Mana bu usti mana bu zashtani qo'ydik kelsa, bu bo'lmaganda qizil mana bu yerga hidi chiqdi. Buni qo'ydik yasab, vazifani filtrini ham bunday o'tkazdik, bolovkani qo'ydik. Baho beringlar, qanaqa chiqqan video. Endi mana bu ko'k bo'lgan, kolxoz bo'lgan yo'q edi. Keyinchalik qorasini qo'yib, skromni qilamiz. Maksimalni skromni qilishga harakat qildik. Qanday chiqqan baho beringlar akalar. Ishga 0 dan 10 gacha bizlar lyubitel hali Xudo xohlasa endi poddershkada bo'lsanglar, faqat shu turba yig'ish bo'yicha proyekt qilamiz. Qaysi mashin sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, qilib chiqaveramiz. Faqat poddershkada bo'linglar, bo'ldi. Like, podpiska, podelиться, esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.